Diyoringiz abadiydan abadga mana shunday shirin bo'lsin, shakar bo'lsin, asal bo'lsin. Bugungi 40 yillik diyodorlashuv oqshomingiz muborak bo'lsin. Bugunlar har biringiz uchun yaxshi niyatlar ila yasatilgan, bezatilgan bayram dasturxoniga sizlarni marhabo deymiz. Sizlarga yaxshi kayfiyatlar, xush onlar, yoqimli ishtahalar tilagan holda sizlar uchun, aynan sizdek yaxshilar uchun biz san'atkorlar bugun sizlarni xizmatingizdamiz. Sozimizdan, so'zimizdan, ovozimizdan kelguncha qalbingizni mast etamiz degan umiddamiz. Albatta sizlarni bayram dasturxoniga marhabo deymiz. Oltin ovoz sohib egasi Sardorbek Bullayev. Yonlarda o'zlarini betakror talablari bilan ularning zinandiromer. Qolaversa Sardorbekning shogirdlari bugun o'zlarini go'zal va dilrabo qo'shiqlari uchun Baxt Media studiyasining muhandislari, bosh rejissor ya'ni bosh operatori Murabbosbek, yonlarida shogirdlari Shohijahon o'zlarini chiroyli xizmatlarni o'tab qaytadilar. Keling nazarim, badiiy kechamizning badiiy qismini boshlab berish uchun Assalomu alaykum. Ushbu ko'rg'onaga yig'ilgan aziz akalarimiz, opalarimiz, barchani xush kelibsiz. Mana bizdan oldin Dildora opamiz juda so'zlarni aytib o'tdilar. Biz ham so'zlarga qo'shilgan holda bugungi 40 yillik yubileyini bilan barchalarni tabriklayman. Hamisha har bir kuningda mana shunday bayramlarda, xursandchiliklarda o'tishini Allohimdan so'rab qolaman. Har biringizning xonadoningizda yaxshi kunlar bo'lsin, to'y tomoshalar bo'lsin. Borib bizlardek farzandlarga xizmat qilishni nasib etsin. Inshaalloh mana shu 50 yillik, 60 yilligida ham hech qaysinani o'rnini yo'qolmay, mana shunday yosharib, mana shunday yana diydor ko'rish barchalarga nasib etsin. Yana bir bor bugungi bayram, bugungi kecha barchalarga muborak bo'lsin. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun yana bir bor tabriklaymiz. Rahmat. Hayalni uzun chalinadi so'nggi qo'ng'iroq, yodga tushar yurakimizni ona maktab ochganda quchoq. Shirin shirin hayalni uzun chalinadi so'nggi qo'ng'iroq, yodga tushar yurakni izi ona maktab ochganda quchoq. Armonimsan qadrdon kunlar, armonimsan bearmon kunlar, olov bo'lib kuydirar hamon yoshlikdagi yosh kunlar. Bo'ldi kunga yoshlari, xayr endi sinfdoshlari.